O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida sohani raqamlashtirish jarayoni jadal ketmoqda. Xususan, bolalar uchun sog'lomlashtirish oromgohlari yo'llanmalarini onlayn sotish maqsadida oromgohlar.uz elektron platformasi ishlab chiqildi. Hozir shu haqda. Endilikda ota-onalar uchun bolalarni oromgohlarga yuborish yanada oson. Yo'llanmalarni qulay va tez uyda o'tirgan holda xarid qilish mumkin. Mazkur yangilikni keng ommaga tushuntirish, tizimdan to'g'ri foydalanishni o'rgatish maqsadida Nurafshon shahridagi O'zbekiston kasb uyushmalar federatsiyasi Toshkent viloyat kengashining majlislar zalida bolalarni dam oldirish va sog'lomlashtirishni tashkil etish Respublika departamenti tomonidan seminar-trening tashkil etildi. Bugungi seminar treningimizdan maqsad oromgohlar.uz platformasida qanday ishlash bo'yicha tushuntirish ishlarini olib bordik. Ya'ni oromgohlar va tashkilotlarga oromgohlar.uz platformasi qanday qilib yo'llanmalarni band qilish, qanday qilib uni rasmiylashtirish haqida tushuntirib berdik. Oromgohlar.uz platformasining qulayliklari bu jismoniy shaxslar ham, yuridik shaxslar ham platforma orqali yo'llanmalarni band qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ya'ni o'zlariga qulay tarzda onlayn uyda o'tirgan holatda bemalol yo'llanmalarni band qilib 50% kompensatsiya bilan o'zlarining farzandlarini oromgohlarga yuborish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuningdek, seminar ishtirokchilariga elektron platformadan foydalanish hamda yo'llanma olishni bosqichma-bosqich amaliyotda sinab ko'rish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Raqamli xizmatlarni qamrovini va sifatini oshirish maqsadida hozirgi kunda har bir jabhada, har bir yo'nalishda raqamlashtirish ishlari olib borilmoqda. Shu munosabat bilan bizda oromgohlarda ham yo'llanmalarni sotish raqamlashtirildi. Shu munosabat bilan bugungi seminarimizda bu platforma qanaqa ishlashi bo'yicha respublika mas'ullari seminar ishtirokchilariga tegishli tushunchalar va ko'rsatmalar berib o'tmoqda. Yaxshi niyat, zamonaviy yondashuv va farzandlarimiz uchun yaratilgan imkoniyat, bularning barchasi bizning ertamizga bo'lgan ishonchimizni mustahkamlaydi. Bolalar kulgusi jaranglagan oromgohlar bu baxtli kelajakning ilk qadamlaridir.